Alo. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatxon opa, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Avvalambor opajonim, bugungi shodiyona kunlar, tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Rahmat. Hamisha yaqinlaringiz baxtiga, oila a'zolaringiz baxtiga sog' va salomat bo'ling deymiz. Rahmat, boringizga shukr. Rahmat kattakon. Biz sizga yaqinlarimga tabriklar loyihasidan bezovta qilayotgandik va ushbu loyihaning boshlovchisi Sevinchxon bo'laman. Ha, yaxshi. Albatta, aynan O'zlaringizga ham bayram muborak. rahmat mehribonim. Albatta o'zingizga ham muborak bo'lsin. Albatta aynan bugun siz tomon yo'llangan tabriknomalarimiz, tilaklarimiz bor ekan. Albatta bu xodimlaringiz nomidan ham yo'llangan. Nima deb o'ylaysiz? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Ajoyib tilaklarni va dil so'zlarini. Hayronman. Xodimlarim deysizmi? Albatta. Nilufarmikin? Yo Nodiraxonmikin? Albatta sizga shunday samimiy tilaklarni, dil izhorlarni mehribon yaqinlaringiz, 3-bog'chada ishlovchi xodimingiz Muhtaramxon opamiz nomlaridan ajoyib tilaklar, dil so'zlari yo'llanibdi. O'ylanmagan tarzi juda ajoyib, bag'ri anaqa keng, qalbi daryo, anaqa samimiyda. Men Muhtaramxondan kutmodim rostda. Uning uyida ish ko'p. Rostda hamma oilasiga mehribon. Undan orttirib menga she'rlar yozadi hammaga. Bunaqani kutmodim. Rahmat, yana ham mehrim ortdi. Albatta. Boringizga shukr. Rahmat, Muhtaramxon, aylanay sizdan. Albatta, shunday mehribon yaqinlaringiz baxtiga doimo sog' bo'ling, doimo salomat bo'ling deymiz. Agar ijozat bersangiz, albatta aytmoqchi bo'lgan samimiy tilaklarini, ikki og'iz shirin so'zlarini o'qib eshittirsam mehribonim. Voy aylanay, yozib olsam bo'ladimi shuni? Opajonim, ovozimiz yozib olinyapti. Albatta o'zingizga tashlab beriladi. Rahmat, bemalol. Tashakkur, rahmat kattakon. Assalomu alaykum, o'zimning mehribonim. Mehrlarda tengsiz bo'lgan chiroyligim, mehribonim opajonim. Biz bugun barchamiz sizni, barcha xodimlaringiz chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ilohim yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Albatta bunday yoshlarni, bunday shodiyona kunlarni, tavallud ayyomlarini a'lo kayfiyatlarda o'tkazing. Bunday Ramazon kunlarida qanday niyatlar qilgan